Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Sirdaryo hududiy filiali tomonidan xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi doirasida o'tkazilgan kasb mahorati musobaqasining viloyat bosqichi yakunlandi. Musobaqa Mirzobod tumanidagi maxsus o'quv poligonida bo'lib o'tdi. Unda viloyatning 8 ta tumani va 3 ta shahar elektr ta'minoti korxonalaridan tuzilgan jamoalar o'zaro kuch sinashdi. Ayni damda mana hududiy elektr tarmoqlari rahbari Asrorjon Akramovich tomonidan 25-maydagi 146-sonli buyruqqa asosan 10-iyundan 10-iyulgacha harakat xavfsizlik texnika oyligi o'tkaziliryapti. Shuning natijasida Sirdaryo hududiy elektr tarmoqlari filialida Mirzobod tumanida harakat xavfsizlik texnika oyini o'tkazish maqsadida bu yerda o'quv poligoni tashkillashtirilgan. Mana har bir tumandan 5 tadan xodim chaqirilib, tezkor chiqish brigadalari tomonidan o'quv poligonida o'quv mashg'uloti amalga oshirilmoqda. Bizda bu yerdan ko'zlangan maqsad nima? Ko'zlangan maqsad bugungi kunda energetika tizimiga talab oshib bormoqda kundan kun. Iste'molchilarni uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida mana shu o'quv poligonimizda xodimlarning malakasini oshirish, baxtsiz hodisalarni kamaytirish va o'zaro fikr almashish, tuman shaharlar o'rtasida o'zaro fikr almashib, mana shu kelajakda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan kamchiliklarni oldini olish va tarmoqlarni rekonstruksiya qilish jarayonida yana ham sifatli ishlarni amalga oshirish maqsadida mana shu o'quv poligonini qisqa muddatda tashkil etib, mana o'quv mashg'ulotini ham bugungi kunda olib boryapmiz. Murosasiz bahslarga boy kechgan musobaqa yakunlariga ko'ra Sardoba tuman elektr ta'minoti jamoasi 1-o'rinda qo'lga kiritdi. 2-o'rinda Bayot tumani jamoasiga, 3-o'rin esa Mirzobod tumani jamoasiga nasib etdi. G'olib va sovrindorlar diplom, esdalik sovg'alari hamda qimmatbaho mukofotlar bilan taqdirlandi. Musobaqa g'olibiga hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi tomonidan xizmat avtomashinasi topshirildi.